Xudo xolasa bu yerdan kavalardan quvun muhurda Alloh tabaraka va taolo Qur'oni Karimda la taqnatu min rahmatillah. Meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar deganlar. Meni rahmatimdan kofir qavmlargina noumid bo'ladi. Biz umidvormiz-da. Umidvormizki, Xudo albatta kechiradi, savobini ko'paytirib beradi degan umidimiz bor hammamiz. Mag'firat qiladi. Bandani Alloh taolo aytar ekan hadis qudsiyda. Bandalarim men haqimda nima desa, men o'shadirman deydi ekan. Biz Alloh haqida nima deb o'ylasak, Alloh taolo shunday. Xudo bizni kechiradi deb o'ylaymiz, Xudo bizni albatta kechiradi. Xudo bizni yaxshi ko'radi deymiz. Agar yaxshi ko'rmaganda biz bombodga turg'izmaslar. Demak, bombodga turg'izmagan odam Xudo yomon ko'rar emas. Demak, har kun bizga imkon beryapti Alloh taolo yangi ibodat qilishlikka. Demak, Xudo bizni yaxshi ko'radi. Bizni Xudo sevadi. Bizni shunday Xudoyimiz bor. Bu kuni bir ustoz o'tirib, gaplashib ajoyib gapni gapirdilar-da. Azizlar dedi. Yeyotgan taomni og'zimizga solib qo'yish bizning ishimiz deydi. Uni chaynatib, yedirib, yutkizish Xudoning ishi. Yana aytib qarang, ajdodlar aytib, ajoyib gap. Agar chaynashda Alloh taolo bizga izn berib, imkon bermasa tilimizni ishlab olgan bo'lardi deyapti. To'g'rimi? Aşı tilimiz tishimizga kelib qaytib ketyapti. Tishimizga kelib qaytib ketyapti. Ovqat tishlayapmiz, tilimizni tishlamayapmiz-ku. Bu ham Xudoning ishi ekan-da. Yutkazayotgan ham Allohning ishi deyapti. Qarang, haqiqatdan e'tibor bersak, shunga ham fikrda qanday muddat tafakkur qilish 100 yil ibodatdan afzal deydi. Mana shu tafakkur. Taomni yeyotgan paytimizda, yutayotganimizda ham Alloh taolo bizga imkon beradi. Ikki tomon bor, ha? Nafas olganimizda o'pka ochiladi. Nafas chiqarib ovqat yutganimizda oshqozon ochiladi. Uni ham berayotgan Allohmi? Alloh taolo bir narsaga ishora qiladiki, yo'li yopiladi. Ovqat yutganda nafas olganimizda nafas yo'li ochiladi, halqum yopiladi. Yiyolmasdan qaqirib ketgan nima desa, o'sha halqum nafas yo'li sal bo'lganlar. Ish yutmay qo'yganlar. Har bitta a'zo deyapti. Yana bitta narsa eslaydi, qarang. Ajoyib gapni gapirdilar. Biz uchun katta ta'lim shu. Taomni yutgani o'zingniki deydi ba'zi birlar. Bu yoqdagisi emas deydi. Yutgan ham agar xohlasa Alloh taolo o'zimizniki bo'ladi. Bu ham o'zingniki degan gap noto'g'ri. Agar Alloh bizniki bo'lmasa qaytarib chiqarib beradi. Bu Alloh xohlagani o'zimizniki. Yana bir narsa eslatyapti. Qarang, taomni yutib qo'yishlik ichimizga ketishi biz ishimiz. Uni hazm qildirish Allohning ishi. Alloh har bir a'zoni o'ziga hazm qildiryapti. Har bir a'zo o'ziga keragini olyapti. Shuni eslatyapti. Ko'zga keragi ko'zga kelyapti, nur bo'lyapti. Qoshga keragi qosh kelib o'syapti, qosh. Tanaga kelgan, tanaga suyakka kelgani. Suyagimizni qotirib beryapti. Agar suyagimiz qotmasa nima bo'lyapti? Suyak mo'rtlashyapti degan gap bor. Demak, bu narsa dorisini ichish kerak, shu suyagi mo'rt topibdi deydi. O'shani suyakka mo'rtlatgani tanaga yeyotgan taomdagi ovqatning quvvati suyakka boryaptiki, suyak qatyapti deydi. Agar o'sha suyak qatiladigan taomni tilga olib borib qo'yganda tilimiz qatib qolgan bo'lardi-yu deyapti. Bu ham bitta bir ajib bir mo'jiza, ajib bir hikmat, ajib bir Allohning qudrati. Buni his qilgan holatda bugun Baytullohga aylanaylik. Bugun shuni his qilgan holatda bir Baytulloh tavof qilaylik. Bugun har bir amalimizni o'ylanib, ko'p tafakkur qilaylik hamma narsada. Men madrasada o'qib yurgan paytimda bir tafakkurim bor edi. Men klub bizderdimda, shu qo'limni aytardim. Jussam mana bu tomon, qo'lim mana. Men ishlata olyapman. Mana ishlatishni Alloh taolo amr qilib ishlatyapti. Agar shunga ishlatish amrini yo'qotib qo'ysa, qo'li sholib qoldi deymiz. Qo'li uxlab qoldi deb qo'yamiz. O'shani Xudo ishlatishni xohlamagan ishlamay qo'yadi. Hamma narsa Alloh taoloning qudrati, Allohning xohishi, Allohning irodasi. Hamma narsada Alloh taoloning hikmati bor. Bandani boshiga nimani solsa, o'sha narsada Allohning bir roziligi bor. O'sha narsada Allohning hikmati bor. O'sha narsada Alloh bandaga bir narsani yaxshi ko'rsa, o'sha narsani bandaga ato qiladi. Bir narsani Alloh taolo o'sha bandada bo'lishini xohlamasa, o'sha narsa bo'lmaydi. Nimaga menda yo'q, boshqada bor emasda? Xudo shuni xohlabdi, shu narsa bo'ladi.
O'sha narsada bir ziyon bor, o'sha narsa bo'lmaydi. Musa alayhisolatu vassalamning davrida Musa alayhisalom aytdiki, "Ey Robbim, mendan da olimroq odam bo'lmasa kerak" degan ekan Musa alayhisalom. Men hammadan ko'ra olimroqman shu davrda, shu paytda deganda Alloh taolo Xizr alayhisalomni ko'rsatishlikni amr qildi. O'zini bildirib qo'ydi Alloh. Endi gap ko'p burada, shu orada gap ko'p. Sherdagi bitta qisqasi Xizr alayhisalomga aytdiki, Musa alayhisalom, "Meni o'zingiz bilan sherik qiling. Billa siz bilan aylanay. Mayli, men bilan yurasan, lekin nimaga bunaqa bo'ldi, nimaga bunaqa degan savolni bermaysan" dedi. Sen men bilan billa bo'lishda sabr qila olmaysan dedi. To'g'ri, sabr qilaman. Bo'lmasa dedi, sabr qilaman desang, mendan nimaga bunaqa deb so'ramaysan. Xo'p, billa safarga chiqdilar. Safar mobaynida nima qilyapti? Hizr alayhisalom bir kemani ketyapti, kemachi uni kemagacha o'ziga oldi. Kemada ketyapti, kemachi yaxshilik qilyapti. Musa alayhisalom va Hizr alayhisalomni o'z kemasi daryoni nari qirg'og'iga olib qo'yapti, savobgarchilikka. Savobgarchilikka olib ketayotgan kemasini Hizr alayhisalom teshib qo'ydi. Musa alayhisalom achchiq kelyapti. Nima qilasan? Bizni savobgarchilikka dengiz naribatiga olib-yapti-yu, qirg'og'iga sen kemani teshib qo'yasanmi? Aytdim, sabr qila olmaysan dedim-ku. Ha bo'ldi, bilmadim, meni kechir, to'xtat. Yana ikkinchisi. Ketyapti, bir yosh bola bor ekan, juda to'polonchi bola ekan-u, hali bola tupa-tuzi chiroyli ekan, o'ziga yarasha bola. Hali go'dada Xizr alayhisalom uni o'ldirib qo'ydi. Nima qilasan bu bolani o'ldirib? Sen aytding-ku, sabr qila olmaysan dedi, bo'ldi, meni kechir. Qisqa aytyapman, gap ko'p bo'ladi. Yana qisqasi. Uchinchisi, Musa alayhisalom bir qishloqqa kirdi, Xizr alayhisalom bilan birga qishloqda ovqat berdi. Yalindi, qishloqqa ahli ovqat bermadi. Ovqat bermadi, nima dedi? Ovqat bermadi. Achchig'idan chiqib ketyapti. Yo'lda ketyapti, bir ontanligan devor bor ekan, ontanligan devorni Musa alayhisalom va Xizr alayhisalom charchagan, qonni ochgan odamlar birlashib devorni urdi. Devorni uraman deb urinib qoldi. Musa alayhisalom aytdiki, bizga qishloqqa ovqat bermagan devorni urasanmi dedi. Sabr qil dedim men senga deb devorni ham urdi. Endi mashada ajrashamiz. Sen sabr qila olmading. Shedan bo'ldi. Endi sen yoqqa men bu yoqqa ajrashamiz. Bo'lmasa hikmatini aytib ber dedi. Kemani teshib qo'yganligim dedi. Bu odam kambag'al odam, bola chaqasi ko'p odam. Bola chaqasini mana shu kemada boqadi har doim. Lekin bir podsho butun kemalarda hammasini urushga olib ketyapti. Uni kemasini ushlab olsa urushga olib ketadi. Men teshib qo'ydim, kemasini tirikchiligini qiladi. Hikmati bor ekanmi? Ikkinchisi. Kim aytdi ikkinchisi? Bolani o'ldirib qo'ydi. Nimaga uni o'ldirib qo'yding o'sha bolani bo'lmasa dedi. Buni ota-onasi solih insonlar. Bu bola kelajakda badbaxt bola bo'ladi. Shunaqa badbaxt bo'ladiki, ota-onasiga o'ta ozor beradi. O'shaning uchun Alloh menga buni amr qildi, men uni o'ldirdim. Ota-onasini yaxshiligi uchun bolasini o'ldirib qo'ydi. Hikmati bormi? Nimaga meni bola bo'lib qoldi? Nimaga meni bola bo'lar ekan? Hammasini bolasi yuribdi emas-da. Ey Robbim, o'zing berding, o'zing olding. Hikmati Allohning o'zida. Yana bitdik. Uchinchisi, devorni urib qo'ydi. Devorni urib qo'ygan Xizr alayhisalom aytdiki, bu devorning tagida bu devor ikkita yetim bolani devori edi. Bu ikkala yetim bolani devori ota-onasidan shu devor tagida oltin qolgan. Kelajakda o'sha bolalar bu oltinni olib o'zini koriga ishlatadi. Agar bu devor oltinligi oldi qolsa, boshqadan olib ketishi mumkin. O'shaning uchun devorni urib qo'ydim. Tagidagi oltinlar o'sha yetim bolalarning haqqi, ular kelajakda uni oladi dedi. Hammasini orqasida hikmat ilohiy ekan. O'shaning uchun bizga kelayotgan narsaning orqasida mo'minga yetgan narsada hikmat bor. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. O'zini baytiga chaqirganiga shukronalar bo'lsin. Ibodatlarimiz qabul bo'lsin. Yana karrat baytiga chaqirsin. Kunimiz g'animat, solih amalda o'tkazishni barchamizga nasib etsin. O'zi hech qancha kun qolmadi. Azizlar, g'animat 4-5 kun kunimiz qoldi. G'animat bilan ibodatni o'tkazish nasib etsin. Alloh